Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali ayrim fuqarolarga yoqimli qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob yoki oldin olinmay qolgan pul kelishi mumkin. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, ishlayotgan pensionerlarga va hatto ota-onasining hujjatlarini yuritayotgan farzandlarga ham tegishli. Eng muhimi, bu pul hamma joyda bir xil nom bilan aytilmasligi mumkin. Kimdadir pensiya qayta hisoblanadi. Kimdadir ustama qo'shiladi. Kimdadir oldingi oylar uchun farq puli chiqadi. Yana kimdadir hujjatdagi xato tuzatilgandan keyin to'lov oshadi. Shuning uchun bugungi ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki birgina hujjat, birgina ariza yoki bitta tekshiruv sizning oilangizga qo'shimcha mablag' olib kelishi mumkin. Men sizdan hozirning o'zida kanalga obuna bo'lishingizni va videoga like bosishingizni so'rayman. Chunki pensiya, nafaqa, kompensatsiya va davlat to'lovlari bo'yicha ko'p odamlar pulini aynan bilmagani uchun yo'qotadi. Men esa bunday masalalarni oddiy tilda, keraksiz murakkab gaplarsiz tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida fuqarolar pensiya masalasida asosan bitta narsaga ishonib kelgan. Pensiya tayinlandi, demak endi har oy bir xil tartibda keladi. O'zgarish bo'lsa davlat o'zi hisoblab beradi. Amalda esa hamma holat ham avtomatik hal bo'lmagan. Masalan, odamning ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Arxivdan ma'lumot kech kelgan bo'lishi mumkin. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki fuqaro o'ziga tegishli imtiyoz borligini bilmagan bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik tuman pensiya bo'limiga borib, navbat kutib, bir nechta hujjat topshirib, keyin yana javob kutishga majbur bo'lardi. Ayrimlar esa baribir foydasi yo'q deb umuman murojaat qilmasdi. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan, yoshi katta, kasal yoki harakatlanishi qiyin fuqarolar o'z haqqini talab qilishga qiynalardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, arxiv, bandlik, tibbiy, ijtimoiy ekspertiza va boshqa tizimlardan ma'lumotlarni solishtirish imkoniyati kengaydi. Natijada ayrim fuqarolarning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi, ayrim to'lovlar aniqlanishi. Ayrim holatlarda esa oldingi davr uchun ham farq puli hisoblanishi mumkin. Avgust oyida yoqimli syurpriz deganda men aynan shuni nazarda tutyapman. Siz kutmagan bo'lishingiz mumkin, lekin hujjatlaringiz, stajingiz, ish haqqingiz, imtiyozingiz yoki oilaviy holatingiz qayta tekshirilganda sizga qo'shimcha summa chiqishi ehtimoli bor. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Hamma odamga bir xil miqdorda pul tushadi deb o'ylash noto'g'ri. Kimdadir summa kichik bo'ladi, kimdadir sezilarli bo'ladi, kimdadir esa umuman qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Hammasi fuqaroning shaxsiy pensiya hujjatlari va huquqiy holatiga bog'liq. Birinchi toifa. Pensiyasi yangi tayinlangan fuqarolar. Masalan, bir fuqaro iyun oyida pensiyaga chiqqan bo'lsa, hujjatlar dastlabki ma'lumotlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyin arxivdan qo'shimcha ish staji tasdiqlandi yoki ish haqi haqida yuqoriroq ko'rsatkich topildi. Bunday holatda pensiya qayta hisoblanadi. Agar qayta hisob-kitob natijasida har oy 1050 ming so'm qo'shimcha chiqsa va bu farq 2 oy oldindan to'lanishi kerak bo'lsa, fuqaro bir martalik 30 ming so'm, keyingi oylardan esa oshirilgan pensiyani olishi mumkin. Ikkinchi toifa, ish staji to'liq kiritilmagan pensionerlar. Men amaliyotda juda ko'p uchratganman. Odam 30 yil ishlaganini aytadi, lekin pensiya hisobida 24 yil ko'rinadi. Sababi eski korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr noaniq, arxiv ma'lumotnomasi vaqtida olinmagan yoki familiya yozilishida farq bor. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova, arxivda Karimova Ema, pasportda esa Karimova Mahbuba deb turishi mumkin. Shunday kichik farq ham hujjatni tekshirishni talab qiladi. Agar 6 yillik staj keyin tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik men pensiyaga chiqdim, lekin hali ishlayapman. Demak, oyligimdan ajratmalar ketayotgani pensiyamga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ishlayotgan pensionerning holati alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Agar qonunchilikda belgilangan tartib bo'yicha qayta hisoblashga asos bo'lsa, uning keyingi ishlagan davri, to'langan badallar va rasmiy daromadi hisobga olinishi mumkin. Masalan, pensioner 3 yil davomida rasmiy ishladi. Ish beruvchi barcha to'lovlarni to'g'ri o'tkazdi.
Shunda u qayta hisoblash uchun murojaat qilsa yoki ma'lumotlar avtomatik yangilansa, pensiya miqdori biroz ko'payishi mumkin. 4-toifa. Nogironlik pensiyasi va nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim masala guruh o'zgarishi, tibbiy xulosa muddati, parvarish zarurati va qo'shimcha imtiyozlardir. Masalan, avval 3-guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning holati yomonlashib, 2-guruh belgilangan bo'lishi mumkin. Lekin yangi xulosa pensiya tizimiga vaqtida tushmagan bo'lsa, to'lov eski miqdorda davom etgan bo'lishi mumkin. Hujjat yangilangandan keyin farq puli hisoblanadi. Bu farq bir oy uchun 200 ming so'm bo'lsa, 3 oy yig'ilib 600 ming so'm bo'lishi mumkin. 5-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Oila boshlig'i vafot etgandan keyin voyaga yetmagan farzandlar, ayrim holatlarda o'qiyotgan farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin ayrim oilalar faqat bitta farzand uchun hujjat topshiradi. Ikkinchi farzandning hujjati kechikadi yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talaba farzand huquqini bilmaydi. Natijada oila kamroq pul oladi. Agar keyin hujjatlar to'g'rilansa, qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. 6-toifa te'lim yoshdan oshgan pensionerlar va parvarishga muhtoj fuqarolar. Ayrim to'lovlar yosh. Sog'liq holati yoki parvarish zarurati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men bu yerda har bir holat bo'yicha avtomatik pul tushadi demayman. Lekin shuni qat'iy aytaman. Agar oilangizda bekim yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, uning pensiya ishini tekshirdirish kerak. Chunki ba'zi ustamalar parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki imtiyozlar hujjat talab qiladi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi ayol 2023 yilda pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 28 yil staj bor, lekin hisobda 22 yil olingan. Sababi 1990 yillardagi korxona arxivi vaqtida tasdiqlanmagan. Farzandi arxivga so'rov yuboradi, eski buyruq va ish haqi qaydnomalari topiladi. 6 yil staj tasdiqlangandan keyin pensiya qayta hisoblanadi. Natijada har oy 1 ming so'm qo'shimcha chiqadi. Agar bu farq 5 oy uchun hisoblanadigan bo'lsa, bir martalik 900 ming so'm atrofida pul kelishi mumkin. Keyin esa har oy pensiya 590 ming so'mga ko'proq tushadi. Ikkinchi misol. Samarqanddagi pensioner erkak pensiyaga chiqqandan keyin ham qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. 3 yil davomida ish haqi olgan. Lekin pensiyasini qayta hisoblatmagan. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilgandan keyin uning keyingi rasmiy ishlagan davri tekshiriladi. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiya miqdori yangilanadi. Bu yerda summa katta bo'lmasligi mumkin. Masalan, 7 ming yoki 100 ming so'm. Lekin bir qarashda kichik ko'rgan 100 ming so'm ham bir yilda 1 million 200 ming so'm degani. 3-misol. Farg'onada yashovchi oila boquvchisini yo'qotgan. Onasi 2 farzandi uchun pensiya oladi, lekin katta farzandi kollejdan keyin oligohning kunduzgi bo'limiga kirganini pensiya jamg'armasiga vaqtida bildirmagan. U talaba bo'lgani uchun ayrim holatlarda to'lov davom etishiga asos bo'lishi mumkin. Hujjatlar topshirilgach, oila oldingi oylar uchun farq olishi ehtimoli bor. Lekin bu yerda ta'lim shakli juda muhim. Kunduzgi bo'lim boshqa. Sirtqi yoki kechki ta'lim boshqa tartibda ko'rilishi mumkin. 4-misol. Buxoroda bir ayolning pensiyasi past chiqqan. U mening oyligim yaxshi edi, nega pensiyam kam deb hayron bo'lgan. Tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, uning eng yaxshi ish haqi davrlari emas, boshqa davrlar hisobga olingan yoki ish haqi ma'lumotida kamchilik bor. Arxivdan to'g'ri ma'lumotnoma olingach, pensiya qayta hisoblanadi. Natijada har oy 2 ming so'mgacha farq chiqadi. Bu hamma uchun shunday bo'ladi degani emas, lekin hujjatlar to'g'ri bo'lsa, farq sezilarli bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yaqinda to'liq hujjatlar asosida qayta hisoblangan bo'lsa, ish stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, barcha arxiv ma'lumotlari bor bo'lsa, oila holatingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizga tegishli imtiyozlar allaqachon qo'llangan bo'lsa, katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir kamida bir marta shaxsiy pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki xatoni ko'pincha fuqaro emas, hujjatlarning o'zi ko'rsatadi. Birinchi nozik jihat. Qo'shimcha pul avtomatik tushishi mumkin, lekin har doim ham avtomatik tushmaydi. Agar davlat bazalarida hamma ma'lumot to'g'ri bo'lsa, ayrim qayta hisoblashlar fuqarodan ariza talab qilmasdan amalga oshirilishi mumkin. Lekin arxiv hujjati
ish haqi ma'lumotnomasi, familiya o'zgarishi, nikoh yoki ajrim bilan bog'liq ma'lumotlar, bolalar soni, o'qish joyi, nogironlik xulosasi kabi masalalarda ariza va hujjat kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik shart. Avgustda hammaga bir xil summa tushadi degan gapga ishonmang. Bunday gaplarda ko'pincha odamlarni chalg'itadi. Pensiya tizimida hammaning staji, ish haqi, to'yfasi, yoshi, imtiyozi, oilaviy holati har xil. Bir kishiga 900 ming so'm farq chiqishi mumkin. Boshqasiga 800 ming so'm, uchinchi kishiga esa hech narsa chiqmasligi mumkin. Shuning uchun asosiy savol ham bo'ladimi? Emas. Mening pensiya ishimda qayta hisoblashga asos bormi? Bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat. Hujjatdagi kichik xato katta pulga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida ishga kirgan sana 1982 yil aprel, arxivda esa 1982 yil avgust deb yozilgan. 4 oylik farq oddiy ko'rinadi, lekin ayrim hollarda umumiy staj chegarasiga ta'sir qiladi. Yoki bir korxona nomi paxta tozalash zavodi deb, boshqa hujjatda paxta tozalash kombinati deb yozilgan. Bunday holatda hujjatlarni bog'lovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 4-chi nozik jihat. Rasmiy ishlamagan davr pensiyaga hamisha qo'shilavermaydi. Ko'pchilik men 10 yil bozor qildim, oilamni boqdim, demak staj bo'lishi kerak deydi. Men insoniy tomondan buni tushunaman. Lekin pensiya hisobida rasmiy hujjat, badal, mehnat shartnomasi, yakka tartibdagi tadbirkorlik to'lovlari yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar kerak bo'ladi. Agar faoliyat rasmiylashtirilmagan bo'lsa, uni isbotlash juda qiyin. 5-chi nozik jihat. Ish haqi yugurib bo'lgan davrni topish muhim. Pensiya faqat stajdan iborat emas. Ish haqi ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, bir odam 35 yil ishlagan, lekin ish haqi past bo'lgan davrlar hisobga kirgan. Boshqa odam 28 yil ishlagan, lekin ish haqi yuqori bo'lgan davri to'g'ri tasdiqlangan. Natijada ikkinchi odamning pensiyasi ko'proq bo'lishi mumkin. Shu sababli arxivdan faqat ishlagan degan ma'lumot emas, zarur bo'lsa ish haqi to'g'risidagi ma'lumot ham olinadi. 6-chi nozik jihat. Nafaqa bilan pensiyani aralashtirmaslik kerak. Pensiya odatda staj va ish haqi bilan bog'liq. Nafaqa esa ayrim ijtimoiy mezonlar asosida tayinlanadi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchilik o'tganlik pensiyasi boshqa. Kam ta'minlangan oilaga nafaqa, bolalar puli yoki ijtimoiy yordam boshqa. Har birining sharti, hujjati va to'lov manbasi turlicha bo'lishi mumkin. 7-chi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pul ham qaytarilishi mumkin. Bu juda muhim. Agar fuqaro o'z holatidagi o'zgarishni vaqtida bildirmasa, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tashlagan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki boshqa asos yo'qolgan bo'lsa, ortiqcha to'lov paydo bo'lishi mumkin. Keyin davlat bu pulni qaytarishni talab qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat ko'proq olishni emas, to'g'ri va qonuniy olishni o'ylash kerak. 8-chi nozik jihat. Bank kartasiga pul tushmasa, bu har doim pul yo'q degani emas. Ba'zan karta muddati tugagan, bank rekviziti o'zgargan, hisob bloklangan, fuqaro boshqa bankka o'tgan yoki ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Shunday holatda to'lov hisoblangan bo'lsa ham yetib kelishi kechikishi mumkin. Avvalo bankdan va pensiya jamg'armasidan to'lov holatini aniqlash kerak. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya holatingizni tekshiring. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdori qanday hisoblanganini, qancha staj olinganini, qaysi davrlar kiritilganini bilishga haqlisiz. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, elektron davlat xizmatlari orqali mavjud ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlari bo'lsa, ulardan foydalaning. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Unda ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar, buyruq raqamlari, korxona nomi, muhr va imzolar aniqmi, shuni tekshiring. Agar yozuv o'chgan, muhr noaniq, korxona nomi o'zgargan yoki familiyangiz boshqa yozilgan bo'lsa, buni oddiy narsa deb qoldirmang. Aynan shu joy pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. 3-qadam, arxiv ma'lumotlarini to'plang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi yoki idoraviy arxivda ma'lumot bo'lishi mumkin. Arizangizda aniq yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz? Korxona nomi qanday bo'lgan? Lavozimingiz nima? Taxminiy buyruq sanasi bormi? Qanchalik aniq yozsangiz, ma'lumot topish shunchalik oson bo'ladi. 4-qadam, ish haqi ma'lumotnomasini tekshiring. Agar pensiyangiz kam chiqqan deb o'ylasangiz, faqat staj emas, ish haqi davrlarini ham ko'ring.
Qaysi yillarda daromadingiz yuqori bo'lgan? O'sha davrlar hisobga olinganmi? Agar arxivda ish haqi qaydnomalar saqlangan bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishiga asos bo'lishi mumkin. 5-qadam. Oilaviy holat va imtiyozlarni yangilang. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik to'lovi, parvarish bilan bog'liq holatlar, talabalik, saqni yoshdan oshish. Qaramog'idagi shaxslar kabi masalalarda hujjatlarni vaqtida topshiring. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tibbiy xulosa. Pasport yoki ID karta nusxasi kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam. Ariza yozishda umumiy gap yozmang. Masalan, pensiyamni ko'rib bering deb yozish mumkin. Lekin bundan ham aniqroq yozgan yaxshi. Mening 1997 yildan 1994 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrning arxiv ma'lumotlari asosida tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozsangiz. Murojaat mazmuni aniq bo'ladi. 7-qadam. Murojaat nusxasini saqlang. Qayerga ariza topshirsangiz, sanasi, ro'yxatga olingan raqami yoki elektron tasdig'ini saqlab qo'ying. Bu keyin javob kechiksa yoki masala cho'zilsa sizga kerak bo'ladi. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya masalada hujjatli iz bo'lishi juda muhim. 8-qadam. Javobni tushunmasangiz qayta so'rang. Ba'zan javobda qonun moddasi. Hisob-kitob formulasi yoki rad etish sababi yoziladi. Oddiy fuqaro buni darrov tushunmasligi tabiiy. Siz tushuntirish talab qilishga haqlisiz. Agar rad etilgan bo'lsa, sababini aniq biling. Staj tasdiqlanmadimi? Ish haqi hujjati yo'qmi? Muddat o'tganmi? Imtiyoz sizga tatbiq etilmaydimi? Sabab aniq bo'lsa, keyingi qadam ham aniq bo'ladi. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pensiya jamg'armasida odam taniyman. Pulingizni chiqarib beraman, oldindan haq bering degan gaplarga ishonmang. Pensiya qayta hisoblash qonuniy hujjatlar asosida qilinadi. Hech kim sizdan tezlashtirish puli talab qilmasligi kerak. Agar kimdir shunday talab qilsa, bu xavfli signal. Rasmiy idora, rasmiy ariza, rasmiy javob yo'ldan yuring. 10-qadam. Oilangizdagi yoshi katta odamlarning hujjatlarini tekshiring. Ko'p pensionerlar bolam menga shu ham yetadi deb yuraveradi. Lekin masala faqat bugungi pulda emas. Agar pensiya har oy 200 ming so'mga kam hisoblangan bo'lsa, bu bir yilda 2 400 000 so'm degani. 5 yilda esa juda katta farq bo'ladi. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini tartibga solib bersa, bu eng amaliy yordam bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Qo'shimcha pul olish uchun yolg'on ma'lumot berish. Soxta hujjat tayyorlash yoki boshqa odamning hujjatidan foydalanish mutlaqo mumkin emas. Bu nafaqat to'lovni to'xtatadi, balki javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. To'g'ri yo'l bitta. O'z haqqingizni qonuniy hujjatlar bilan isbotlash. Demak, avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali ayrim fuqarolar uchun haqiqatan ham yoqimli yangilik bo'lishi mumkin. Pensiya qayta hisoblanishi, ustama qo'shilishi. Oldingi oylar uchun farq puli berilishi yoki hujjatlardagi xato tuzatilishi mumkin. Lekin bu hammaga bir xil summa tushadi degani emas. Har bir holat alohida tekshiriladi. Mening asosiy maslahatim shunday. Pensiyangizni shunchaki kutib o'tirmang, uni tekshiring. Stajingiz to'liqmi? Ish haqi davrlaringiz to'g'rimi? Imtiyozlaringiz qo'llanganmi? Oilaviy holatingiz yangilanganmi? Bularning hammasi pulingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, ya'ni pensiyangiz qayta hisoblangan farq puli olgan yoki aksincha hujjat topshirishda qiyinchilikka duch kelgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot kimningdir ololmay yurgan haqqini qaytarishga sabab bo'lishi mumkin.